Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Celaleddin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifeler Tarihi namlı kitabıda biz Abbasiler'deki 37. halifesi Moğollar kolu öldürülgen Mustahsin Billah degan halifeninki hayatı bilen tanışıp çıkıvatkan ve şundakla bu devirde boğan en mühim vakalar hakkında toxtalgan edik. Bugün şunu dersimizdeki devamında Mısır'nınki dağınık aynı devirdeki kattı ölemasi Sultanul Ölema İbn Abdüssalam'ınki sözü hakkında toxtalımız. Hicriye 657 yıl kirgen vaxtıda dünya bütün Müslüman dünyası halifsiz. Çünkü halif öldürüldü. Yani başsız da. Bu yıl ise Moğollar, Tatarlar yani Ahmet degen diyara düştü. Ahmet hazırkı Diyarbakır şu. Türkiye'deki Diyarbakır aynı vaxtıda Ahmet deb atalgan. Mısır'nınki padişahı bu peytlerde Mansur Ali ibn Muiz idi. Yani Muiz'ninki oğlu Mansur'nu padişah kılgan. O da küçük bala. Balagat yetmegen küçük bir balık otuğu. Bunun Atabek ustazı Emir Seyfuddin Kutuz idi. Seyfuddin Kutuz Muiz Bek'ninki aynı vaxtdaki bir kule. Kule. Muiz Bek ölüp ketken vaxtıda bunu Atabek kılıp oğulga tayinlep koyup oğulunu padişah sultan kılıp ölgen bu adam. Muşu 657 yıl boğa vaxtıda sahip Kamaluddin İbnül Adim Tatarla karşı yardım talep Mısır'a geldi. Bu Kamaluddin sahip İbnül Adim namıyla meşhur nihayeti büyük ulema. Eyyubilarınki Salahiddin Eyyubi'ninki devleti de şu ahirki mezgillerde mesela bu devlette nihayet zor hukuk tutkan ailesi kelip çıkışı nihayet katlı ulemalıdın. Devlette bu adam nurgun katım qazi boğan bir siyasi ve ilmi bir şahıs. Bu adamınki tarih cihette yaxşı kitapları var cümleden. Buğyatut talep fi tarihi Halep. Yani bir atılışı Zubdatul Halep fi tarihi Halep degan kitap. Bu kitap şu Halep tarihida yazılgan en yegane eser deyishki buludu. Öz devirde. 40 tomluk eser bu. Bu 40 tomluk eser bolsa fakat 10 tom qilib qolgan. Qog'ini yo'qib ketgan şu Moğol devirlerde. Bu adam hem de Eyyubiler tarafidan Mısır Memlukiler devlet kurulmagan hem de Seyfuddin Kutuz'ninki qishiga kelyapti. Kelib bir hem de Moğollar bizni Halep'e bastırıp kagil tude bizga bir yardım berip birleşip Moğollarni yo'qotsak deb. Şu mezgilde Seyfuddin Kutuz, Emir, Vuzaralar, Beglarni hammalarini orduga yig'di. Bu sorunga Şeyh İbn Abdüssalam mı katnaşkan edi dedi. Mısır diyarida birden bir gepi ötüdigan sanaqliq ulamalar qatoridan edi bu adam şu vaqtida. Şeyh İzzet Abdüssalam mundaq dedi. Düşman bir shaharga bastırıp gelse bütün dünya kişilerinin urush qilishi vacibdir. Xalqdan, fuqarodan cihat tayyorlik uchun mal mülk, ozuq-tulik alsak durus şart deydi. Şart. Devlet maliyasida hech qandaq mal qolmas kerak. Mush urushga tayyorlik qilish asosida. Sizlar o'zingizga taalluq bütün japı junduq, uy, saramjon, uy, zemin hammasini sotsizlar. Faqat sizlarning qo'linglarda ot, urush ishlatadigan qurollar qilib qo'yish kerak. Şu vaqtida sizlar avam, xalq, fuqaro, beg, vazir, vuzra, emir hammani o'xshash barobar. Hech nimadan quruq qolgan mal dunyosi yo'q. O'xshash bo'lasizlar. Şu vaqtida hamda fuqaroning milni ilib jihad ishlatsanglar, umumiy davlat ishlariga ishlatsanglar bo'ladi dedi. Hamda bu sizlar askarlarning vazir, vuzra, padişahlının, sultanlının qo'lida mal dünya turib, uy, zemin turib, bog' varan turib, fuqaroning qo'lidagi narsalarni ilishinglar durust emas. Bu nihoyatda o'z davrida berilgan dadil ve keskin hem Rabbani fatva bu.
Uzun o'tmay Sayfiddin Qutuz podsho Mansurni qo'lga oldi. Ustozning o'g'li kichik bola debda. Mana bu kichik bola vaqtimiz qiz. Shuning uchun bu jihodga otlanadigan nayt botir bir odam bu ishni o'z ustiga mas'uliyatiga olmasa bo'lmaydi deb Qutuz o'zini sulton qilib oldi. Hammalar e'tirof qildimda. Bu o'zi Malikul Muzaffar deb laqab qo'ydi. Bu Sultanul Ulema ibn Abdusalamning bu vaqtda nurg'un tig'i dadil fatvolari va sen bir qul degan ibn Abdusalam Sayfiddin Qutuzga. Sen bir qul, bu qulni podsho qilish bo'lmaydi islomda. Sen avval o'zingni ozod qilish deb setib ozod qilganingiz endi podsho qilgan. Bu nayati büyük bir alloma. Tarixdagi Enjalut voqeasi va Mo'g'ullarning mag'lubiyati haqida 658-yili bo'lgan vaqtida yana davrimiz xilofatsiz, xalifa yo'q. Bu vaqtda Tatarlar Furat daryosidan kesib o'tib Halepga yetib keldi dedi. Halepda nurg'un qirg'inchiliklarni qildi. Ondan Damashqqa yetib kelishdi dedi. Misrliklar shu yil Shaban oyida Moğollar bilan urush qilish uchun Shamga qarab atlandi. Muzaffar Sayfiddin Qutuz o'zining qo'shinlari bilan yetib keldi dedi. Shu Enjalut taraf Sham diyarida. Endi Qutuzningki shalish, ya'ni bayroqdori, shalish degan shu otningki qurqida yasalgan bir bayroq qilib, shu Moğollar, turklar bu askarlarningki beshida shuni ko'tarib oldi. Ruknuddin Beybaris bundoqdari bu cho'ng oliy qo'mondan rahbar. Ular va Tatarlar Enjalutda ko'rishdi, uchrashdi. Enjalut hozir Falastinda Nablus rayonida. Bu oralıqda sepler tüzülüp Ramazan ayının 15'i Cuma günde uruş yüz berdi. Tatarlar mağlup buldu. Müslümanlar galbi kıldı. Allah'a hamdiler bolsun. Tatarlardan nurgun adam öldürüldü dedi Moğollardan. Ular çikindi, kaçtı. Askerler ulanı qoğlap, ulanı bulap mıngıştı dedi. Sayfiddin Qutuz Muzaffarning Damashqqa g'albi xati keldi shu paytlarda. Xalqlar xushalliqdan sakrab ketishdi. Muzaffar Damashqqa g'albi qilgan nusratlik holatda yetib kirdi Damashq shahriga. Xaloyiq butun puhra buni ajoyib suydi, yaxshi ko'rdi dedi. Beybaris Tatarning keyindan shu Halepga qo'g'lab mangdi. Bu Beybaris ma'ning qo'mondoni. Ularni bütün şu şehirlerden qo'g'lab sürüp mangdi dedi. Sultan Qutuz endi Beybarisga Halepni berma deb va'da qilgan ekan. Kim bu va'dasidan yenib oldi? Beybaris bu gapdan azroq ko'ngli og'rib, bu Beybaris bilan Qutuzning orasida bu yerda biroz bir azarchilik va bir yiroqlik yuz berdi dedi. Muzaffarning o'limi Beybarisning qo'mondan bo'lishi. Muzaffar Halepga borma deb otlanma deb shu nishon qilib turgan vaqtida bütün shaharlarni Tatarlardan tozalashim kerak degan paytida bu Muzaffar Qutuzga gap yetibdi-da, Beybaris bir yomon bir shumliqni o'ylab o'tibdi degan xabar yetgandan keyin bu odam darhol Halepga bormay Misrga qaytdi dedi. Shuningla ko'nglida Beybarisga bir yomonlikni o'ylaganimda. Bu gapni endi o'ziniki ba'zi bir xos yaqin odamlarim degan odamlik deb qo'ygan. Qutuz, Sayfiddin Qutuz. Shuning bilan bu gap endi hech adam bilgan narsa emas degan gap bo'yicha bu gapni Beybaris bilib qolgan. Beybaris hamda qo'mondoni hamda odatda unda vaqtda Qutuz mangsa bir yomonlik o'ylabdi deb darhol Beybarismi Misrga minib ikkilesamda tang mangan. Ikkiles bir-birisiga ehtiyot bilan muomala qilishi paytda. Beybaris bir turkum amirlar bilan birlashib Muzaffarni o'ltirayli deb Zulqadiyning 16si yo'ldilan Beybaris Muzaffarni o'ltirgan.
Şoňdan Beýberi sultan bolgan, özü Melikul Qahir dep lakaplangan. Mana Seyfidin Qutuz Moğollarny tunji tarixda yengen büyük bir padişah öldürilgen. Bu kelese Türk, Memluk Türklerden. Bu Mısır'a ki Mısır ehlidin ayni davrda Muzaffarning davrida yuz bergan bir qism zulm sistemlarini yo'qotgan deydi. Vezir Zeynuddin ibn Zübeyir Melikul Qahir degan laqabingizni o'zgarting. Tarixda Melikul Qahir deb laqablangan har qanday podshoh futuq qozongan, g'alaba qozongan emas. Masalan, Qahir ibn Mu'tazid Abbasiy xalifelerden özünü Qahir depdi, uzun ötmeylam g'ulab tushib bunun ko'zi uyalgan. Mevsilning podshohi Qahir mi özüne ayni vaqtida Qahir deb atagandi, zaharlangan. Degandiki sultan darhol bo'ladi deb Melikul Qahir degan laqabni bekor qilib Melikul Zohir deb atalgan. Seyfidin Qutuz Melikul Muzaffar, bu kishi Melikul Zohir. Şuna Zahir Beyberis deymiz. Asli ismi Beyberis bunun. Hicriye 659 yıl boğa vaqtida Recep ayı kadar bütün dünya halifesiz yaşadı. Keyin Mısır'da qaytadan halife tiklendi. Bunu keyin bayan qilib o'timiz, Mustansir bunu halif qilib bütün Mısır'da bununla bayat qilishdi dedi. Xilafet 3,5 yıl taxminen üzülüp qalgan edi. Hamda Abbasilar halifesi Mustasim öldürülgenden keyin 3,5 yıl kadar dünya halifesiz yaşadı ki Mustansir yani qaytadan halif bo'ldi. Yani bu Mustansir hamda Mısır'daki tiklengen halife. Bu mu şu Abbasilar cemaatidagi bir şu vaqtdagi bir amir, shahzoda. Bugungi darsimiz müşahidchi bo'lgan va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.